Bugun ustozni ko'llariga sayohat qilamiz. O'zlari ko'llari qanaqa holatda, nima ishlar qilganlar, o'sha to'g'risida sizlar bilan qisqacha bo'lishamiz. Ya'ni ustoz ko'liga kelib qoldik. Va alaykum assalom. Qalaysan? Assalomu alaykum. Ustoz, charchanapsizmi? Qizga qo'yish kerak edi. Endi qo'yarasiz. Ustoz shunaqa nabdurustdan keladigan odatim bor, bilasiz. Hammamma yo'q ekan. O'shani sekin qo'lingizni ko'rsatsangiz. Bekzod, menda kulli umumiy maydoni 2 gektar 30 sotuv. O'shandan где-то 1 gektar 80 sotuvsi shu foydalaniladigan yer. Men 2012-yil kelganman bu yerga. Endi hozirgi ko'rinishda emas edi. U joy endi oddiy dalani bitta xamayolarda qamish o'sayotgan bir ko'l bor edi. Bu ko'lni tozalaganmiz, keyin bu yoqdagi Sayxonoboddagi balig'imizni olib kelib solganmiz. Keyin shu 1 yil, 1,5 yil, 2 yil davomida sazan balig'ini boqqanmizda, keyin sekin laqqa baliqqa o'tib ketganman men. 2017-2018-yilda keyin sotib olganman bu joyi. Keyin bu Afrika laqqasini boqishga o'tganimizdan keyin qish kunida bu balig'i ushlab turishga zaxira kerak bo'lgan bizda. Tashqarida misol uchun shamollab qoladi, kasal bo'lib qoladi. Shuni qilish maqsadida mana shu binoni boshlaganmiz qurishni, mana shu teplitsani. Teplitsani. Basseynlarni tashkillaganmiz. Bu o'simliklar, bunga o'xshagan narsalar bo'lmagan buni yonida. Bu narsalar keyinchalik bitta baliq boqayotgan paytimizda ichiga kirsang, odamga kislorod yetishmovchilik bo'lardi doimiy ravishda. Keyin kislorod yetishmovchilik bo'lgandan keyin baliqda shunaqa narsani kuzatganmiz, ovqatni 100% hazm qilmasdi. Shu narsalarni inobatga olib, keyin sekin mana shu joylardan bemalol yursa bo'lardi, oldin oralaridan, mana buni chetlaridan yursa bo'lardi. Betlariga beton quydirib, 8 tagimi, 10 tami hova turib olib ketdi. Olib kirib to'ktirdim-da, bolalarga tashtirib, yonini yopib borib, bog' qo'yardim ichiga. Shu o'zim yoqadigan o'simlik shunaqa narsalar ko'rdim, lekin o'simliklarning foydasi shunaqa ekanki, qish kunida ham buni ichiga kirsa bemalol odam nafas olsa bo'ladigan bo'ldi. Misol uchun oldin kirib chiqib ketsak, kislorod yetishmasdan, hozirgi kunda misol uchun soatlab buni ichida aylanib yurib, suhbatlashib yoki nimalargadir yetib borsa bo'ladi. Bananlarni ham misol uchun bemalol nashta terib yeb yuramiz. O'tgan yil kuzda vohiyroq yopganimizni hisobiga limonlarga unaqa bu yil yaxshi gullab tugmadi, sababiki namgarchilik juda ham baland edi. Vohiyroq chunki harakat qilib qo'ydik. Ashuna qilib tashkillaganmiz Bekzod. Ustoz, bu yerda hozir jami nechta basseyningiz bor? Bitta 13 ta basseyn bor. Bu basseyning diametri 8 metr, taxminan chuqurligi 1.40 1.5. Bu basseynga to'ldirib suv solsa 54 kubba suv ketadi. Bunisi undan ozgina kichkina, 8 metrga 6 metr, chunki o'rtada yo'lni qoldirib ketganmiz. Mana shunday qilib qurib tashkillaganmiz. Bu bizda shu sentralniy suv yuradigan turbamiz. Hozirgi kunda o'shani baliqchilikda uzuvi qotgan yoki biron bir shunaqa narsa qurayotganlarda shunaqa tasavvur borki, bu basseynlarga qancha suvni qatdan yetkazib beramiz degan tasavvur ham bor-da. Shu ariq o'rtasiga bitta atstoyniki qilib, o'sha umumiy tushayotgan suv, misol uchun soatiga 10 litrmi, 100 litrmi suv tushirib qo'yib yoki 1 tonna soatiga suv tushirib qo'yib, o'zini suvini filtrlab turib orqaga qaytariladi bitta. Bu tizimda. Mana shu turbalar misol uchun 76 diametrda mana 250 litrli turbadan suv keladi, keyin bu yoqqa tushib ketaveradi. Aylanib yotaveradi bu. Biridan biriga. Keyin bu yerdan chiqqandan keyin bu basseyn cho'kinda tushadi, to'ynikka o'tiradi. Buni og'ir narsalari bor, misol uchun suveli yoki misol uchun balonifikalniy atxoda to'g'ri oziqlantirilgan bo'lsa cho'kadi. Tegida qolgandan keyin suv oxiriga oqib borib, oxirida filtratsionniy soorужениеda tozalab, yana orqaga qaytib kelaveradi. Ana shu narsalarni sekin tashkillaganmiz-da. Italyanskiy jasminlar mana misol uchun har kuni kechki payt ochilgan gullardan terib, choy-poy damlab ichamiz. Yesa ham bo'ladi, ustoz. Ha, yesa ham bo'ladi, buni bemalol iste'mol qilasan. Gullarini terib, mana tushunadigan odam bor, tushunmaydigan odam bor, buni bemalol. Buni yaxshi tomoni men o'zimiz sezganimiz, kechqurun uxlashdan oldin mana shuni gulidan bir 4 dona, 5 donasini terib yesang, uyqung shunaqa bir muayyan bo'ladi, bir uxlaganda ham bir maza qilib uxlaysan-da, ya'ni tiniqib. Suvni filtrlaydigan o'tlar, Bekzod. Gatsinmi? Gatsin tabiatdagi nomi xorniya deyiladi. Bizda ham hozir shunaqa yechim kelyaptiki, dekorativniy baliq o'tib ketmoqchimiz. O'shanda bu narsalar suvni filtrlashga juda ham ko'p yordam beradi. Mana mana shunaqa tugadi begi. Mana jo'xoriga o'xshab chiqib kelyapti, ko'rasan, mana shu bananning guli bo'ladi. Mana ichidagi bananlari ko'rasan. Mana shunaqa qilib tugab chiqib keladi. Narigisi mana ko'tara olmasdan sinib tushdi, ko'rdingmi kattaligini? Mana yangi chiqqani bananni. Uch tomonini kesib tashlaymiz, mana bunaqa bo'ladi, davom etib ketaveradi, kuchi yetmaydi-da. Yo'q, sop ketaveradi mana. Bu yoqda o'zi qishin yozim bor, ustoz, bu chegarasi yo'q. Ha, qishin yozim bor. O mana yana bitta shox. Mana bu ber bo'lgani. Hosilni olib bo'lgandan keyin olib tashlaganmiz mana tamom. Ha, ya'ni yengil. Buni go'zalligini qarang. Men bilmayman, mana shu narsalarni ko'rsam maza qilaman. Bitta ikkita katyol turibdi. Ko'mirni misol uchun mana bu avtomatik ichkariga tiqib beradi, yoq beradi, shunga o'xshagan bir sistemalari. 54 kuba deyapsiz, o'shanda o'rtacha qancha baliq yetishtirsa bo'ladi unda? Endi bu yerda sazan baliq yetishtiradigan bo'lsang, agarda mana shu qatordagi 7 ta basseynni
Birinchisini misol uchun degazatsiya uchun ishlatsang, degazatsiya deganda misol uchun artizandan suvni olgandan keyin isitayotgan suvni zaharli gazlari bor-ku. O'shani chiqarib yuborishga birinchi ishlatiladigan bo'lsa, bu yog'ida keyin 6ta o'ng tomonda, 6ta chap tomonda basseyn bo'lsa, 6tasida baliq yetishtiriladi. 6tasi filtratsiyani hisobiga ishlaydi. Nimaga filtratsiyani hisobiga ishlaydi? Bu yoqdagi 6ta basseynga baliq solsang, bu yoqdagi 6ta basseyn undiga chiqadigan ortiqcha cho'kindilar bilan suvni suyultirishga, keyin kislorodga to'yintirib berishga ishlaydi. Agarda mana shu katta joyi hammasidan 100% foydalanadigan bo'lsang, baliq boq bo'lmaydi. Birinchidan kislorod yetmaydi, ikkinchidan suvning gidroximiyasi buzilib ketib qoladi, uchinchidan har xil muammolar chiqib ko'radi. Buni yechimiga bu joyga kelguncha sekin-sekin bitta qilib ko'rilgan, ikkita qilib ko'rilgan, uchta qilib ko'rilgan, sekin-sekin o'tilganda. O'shanda necha sotka bu ustoz teplitsasi? Teplitsani ichi umumiy 12,5-13 sotuv taxminan mana shunaqa chiqadi. 12,5-13 sotuv. 13 sotuv eni 20 metr, uzunligi 66 metr. Balandligi 560. Bir sotkasiga bitta basseyndan to'g'ri kelibdi-da, bu yoq joylari bilan, turpoqlari bilan. Umumiy tashavvurilgan joy bilan hisoblaganda bir sotkasiga bitta basseyn to'g'ri kelgan, lekin basseynining hajmi taxminan shu 500-550 kub suv to'ldirganda hammasi. Общий. Bir paytlar shetlarni ham bir bog' qilganmiz Bekzod. Keyin bu bog'i bizib turib, basseyn qo'yardingiz. Basseyn qo'yardim. Dekorativniy baliq solib qo'yganman. Shu ertalab chiqib, to'rta ovqatni tashlab, ustoz shu tarafga. Tomosha qilib o'tiraman. Bu yerda ko'yalar bor ekan-a? Bu yerda ko'yalar bor, sazan bor, keyin ichida ilon balığı bor, afrikanskiy som bor bu yerda. Shu afrikanskiy somni imini matishni yo'nalishida ushlab turadiganlarimiz mana shu joyda turadi. Matishnilari ham bormi deyman ustoz? Ha, matishnilari ham bor bu yerda. O'sha mana shu hozirgi paytgacha o'sha ko'paytirilayotgan, boshqa qilinayotgan, tarqatilayotgan baliqlar ko'pi. Ashdan tarqalayotgan baliqlar Bekzod. Men ko'p joyda ko'rganlarim, demak, sizni anaqiz ekanda. Yildan yilga buni misol uchun rangi, keyin boshqasi pasayib boraveradi-da. Mana hozir sen baliq ishqoz bo'lib qoladigan bo'lsang, tilla rang chiroyli ko'rinadigan bo'lsa, tilla rang ishqoz bo'lasan. Ola bula chiroyli ko'rinadigan bo'lsa, ola bulaga yoki bir noyobriq rang ko'zingga chiroyli ko'rinsa, unga ishqoz bo'lasan, to'g'rimi? Keyin ustidagi ko'rinishi, balig'i mana bu tana ko'rinishi, ama kallasidagi ko'rinishlar bor-ku, dog'lari. Keyin kallasini o'sha qaysidir joyida o'sha bo'rtib chiqqan, bo'rtib chiqmagan holati. Keyin bu qanoti bo'ladi-ku buni. Buni qanoti misol uchun sazannikiga o'xshagan uzunroq, tekis bir xil chiqqani bo'lsa, bu uzoqroq umr ko'radigani bo'ladi. Keyin qanoti yarim singani bo'lsa, bu kamroq umr ko'radigani bo'ladi. Keyin dekorativniy yo'nalishda akvariumda boqiladigan qanoti bu alivisi bor, mana bunaqa yoyilib yuradigan. Unisi juda ham kam umr ko'radigani bo'ladi. O'sha qanotlari yoyilib turadiganlari hovuzingga olib kelib solganingdan keyin 1 yil, 2 yil o'tgandan keyin xunuk bo'lib ketib qoladi. Ranglari ham bir qanaqa. Bor ekanasizda ham o'sha vali. Bor, chunki akvariumistika yo'nalishi bor-ku. O'sha yo'nalishda iminda shunga bo'lgan talab bor-da. Akvariumistikada misol uchun akvariumda balig'i yonidan tomosha qilasan-ku, tepasidan. Yonidan tomosha qilganing hisobiga o'sha dumlari o'ynab turgan, yoyilib suzayotgan baliq bo'lsa, qanaqadir bir paypoli bo'lib tursa, odamlarning ko'ziga chiroyli ko'rinadi, sotish osonroq bo'ladi. O'sha hovuz yo'nalishiga olgandan keyin sen balig'i tepasidan tomosha qilasan-ku. Tepa tomondagi atsenkalari mana misol uchun menga o'xshagan, yana menga o'xshagan, mana shu qaysi birlardir o'xshagan har bitta odamning o'zining jalanasi bo'ladi-ku. Shundan chiqib kelib bu narsani tashkillaydi-da, tanlaydi bu narsani. Undan keyin hovuz qurgandan keyin palon pulga chiroyli qilib hovuzni tashkillab, joylarini qilib qo'ygandan keyin imkon qadar harakat qiladi zo'rini olishga. 100 ta emas, 10 dona olaman, zo'rini olaman, sifatini olaman deydi. Mana shu ko'rim, to'g'rimi? Ko'yaga berilyapti. Biron bir joyga borganda shunaqa ko'rim ko'rganmisan? Yo'q. Bu вопрос nimada? Qara. Bizga ko'pchilik savol bilan murojaat qiladi-da, men baliq olib ketganman, palon joydan olganman, lekin 1 yildan keyin qishdan chiqmadi, balig'im o'lib qoldi. Yoki nimadir bo'ldi. Bekzod, bu yerda shunaqa narsa borki, mana shu baliqqa tayyorlanayotgan ko'rimda buni rangi, buni sifati, mana gaplashib turganimizga kelyapti-ku men bilan ham. Buni rangi, sifati, boshqasiga nimani olamiz? Yem bor, balig'i semirtiradigan yem bor. Mana misol uchun biz sazan baliqlarini boqadigan yemlarimiz bor-ku. 3 oyga ruxsat beriladi-da u yem bilan boqish. U yem bilan misol uchun 3 oy boqib olganingdan keyin davomida 4-oyga o'tgandan keyin har xil kasallik chiqib kelishi boshlaydi. Balig'i immuniteti pasayib ketib qoladi, yana nimadir muammolar chiqib ko'radi. Lekin bu uchun spesial tayyorlangan yemlar bor-ku. Baliq kerakligidan ortsa yog' bosib ketmaydi. O'sha makro va mikro vitaminlarni mujassam bo'lganda bunda yig'ilgan hammasi. O'shani hisobiga baliq uzoqroq umr ko'radi. O'shaning uchun bu ko'yalarni, boshqani misol uchun yemlari bitta mana bunday qopga solib qo'yilgani $100, $200, $300, kimlardir bir $500, $1000 ga ham olib yediradi. To'g'ri, senga hozir g'alati tuyulayotgan bo'lishi mumkin bu sifra. Lekin men bilaman, odamlar misol uchun bitta qopini $400, $500, $1000 ga zakaz qilishadi. Imini bu ko'yani yemini.
bir kunda misol uchun 4 dona ovqat berib qo'yadi. Ovqat shunaqa darajada sifatli yaratilganki, bu ovqatlardan kerak bo'lsa 10 baravar zo'r. Ustoz, baliqlarni ko'ramiz, chiroyli, hammasi joyida. Sir bo'lmasa bular sotiladimi, nima bo'ladi bu? Yo qishqosiligiga boqasizmi yo yo'q, zakazmi? bu baliqlarning hammasi sotiladi, Bekzod. Ha. Narxi to'g'ri kelsa, bizani qoniqtirsa sotiladi. Va demak, zakazga ham bemalol matchning urug' ochib, zakazga qarab matchlarga bemalol. Muammo yo'q. Zakaz bo'lsa, misol uchun obyomi bizani qoniqtiradigan obyom bo'lsa, bitta ham ko'lli misol uchun ovora qilishga arziydigan obyom bo'lsa qilamiz. Nimaga deganda biz balig'i bolasini olib, biron bir bassenda ko'paytirib, искусственный ko'rimlar bilan boqmaymiz-da. Balig'i misol uchun biron bir odam zakaz qiladigan bo'lsa, yoqadigan sortini ajratib, biron bir havzani ajratib, o'sha havzaga bahor paytida uni tozalab, har xil patogenli bakteriyalardan olib chiqib uni sog'gandan keyin sog'lom, tabiiy o'sha dafniya, tabiiy narsalar bilan katta bo'lgan balig'i o'stirib olamiz. O'shaning uchun ranglari yorqin chiqadi. Biz bir akvariumga etpetga olib borganda rangini yo'qotib qo'ymaydi. Mana misol uchun qish kuni ham necha marta kelganingni ko'rgansan, baliqlar ham shunaqa rang bo'lgan, to'g'rimi? To'g'ri. Misol uchun suvning harorati sovib ketsa ham uni rangi ocharib ketmaydi. Ocharadi hozirgidan ozgina, lekin unaqa ko'p darajada ocharib ketmaydi. Ko'p darajada ocharmasligining sababi buni tabiatida bor bu rang. Tashqaridan berilmagan. Tushunarli. Gap yo'q, ustoz. Men yem ber, maza qildim to'g'risi. Ha, endi bu maza qiladigan narsa-da. Bu yerda shu yemlarga tayyorgarlik qilib qo'yilgan narsa, bu granulatorimiz, Bekzod. Bitta joyiga qiyshayib ketuvdi, o'shani to'g'irlashga ustaga olib borib. To'g'irlandimi endi? Ha, to'g'irlandi, hozir obeddan keyin yig'ib yuboramiz buni. Ha, xudo xolasa yig'ib buni ham bir. Bu yem ishlab chiqaradigan joyingiz. Ha, yem ishlab chiqaradigan joyim. Endi favqulodda holat shunaqa bo'ladiki, et qo'yganingda sari etbetlarni sipirib, sidirib bu narsa qilib qo'yardi. Yo'q, biz boricha ko'rsatamiz keldi, to'g'risi. Unaqa qanaqadir qog'ozga o'rab, konfet qilish. Bu o'sha mishalkasi tushundim, ukam, rahmat. Mana bu o'sha buni aralashtirib beradigan narsa. Yemni misol uchun proporsiyasini ichiga solgandan keyin, mana misol uchun yem ishlab chiqaradigan zavodlarda, boshqada mana bunaqa mishalkada aralashtiradi-ku. Ha. Menga misol uchun bu qulay bo'lyapti. Nimaga deganda, birinchidan 1,5 ming оборотda ishlaydi. Ikkinchidan 3 ta pichog'i bor-da ichida. O'sha qo'shmoqchi bo'lgan narsamni ichiga qo'shib aralashtirgan paytimda men urganda hamma narsani bir-biriga aralashtirib ichiga tiqib yuboradi. Ichiga tiqib yuboradi-da. Misol uchun suvli narsa bo'ladigan bo'lsa, o'sha vitaminli kompleks tayyorlab unga quyadigan bo'lsa, o'sha vitaminli kompleks qaysidir joyida qolib ketib yoki yemni aralashtirganda bitta joyga ko'proq, bitta joyga kamroq tushib qolmaydi-da. 100% hammasi aralashadi. Shu оборот 1,5 ming оборот 2 minut, 1,5 minut aralashtirganda ichidagi moddalar misol uchun однородный massa bir xil narsaga aylanib ketib qoladi-da. Keyin granulatorga solib chiqarganda ham, boshqa qilganda ham o'zim xohlaydigan narsa chiqadi. To'g'ri, xarajati boshqasi yoki mehnati ozgina ko'proq bo'lishi mumkin. Lekin buni baribir nimagadir iste'mol uchun beramiz-ku, baliq qami nimagadir. O'shanda yeganda misol uchun bitta hovuchingda 100 dona yem bo'ladigan bo'lsa, misol uchun sepganingda o'sha 100 dona yemning ichida bir-biridan 50% dan misol uchun 50 ga 50 bo'ladigan bo'lsa, qo'shilgan narsa bittasida 40, bittasida 60 bo'lishi mumkin. Lekin mishalkada aralashtiradigan bo'lsa, 20 ga 80 ham bo'lib qolishi mumkin, 10 ga 90 ham bo'lib qolishi mumkin-da. Shu narsani oldini olish maqsadida bu narsani sotib olib, tayyorlanadigan yemimizni birinchi munga solib tayyorlab olamiz. Har xil variantini ko'rganmiz-da, Bekzod buni. Bitta mishalkada ham qorib ko'rganmiz. Bu unaqa effekt bermagan. Unaqa effekt bermagan. Keyin bunaqa mishalka qo'yganmiz. Bu ham unaqa o'zimiz xohlagandek effekt bermagan. Keyin o'tirib, hisob kitob qilib ko'rsam, bu misol uchun no aylanganda, misol uchun minutiga, sekundiga misol uchun bitta lapkasi 1 marta aylanib kelsa, 1 minutda 60 marta aylanyapti-da. Bu 1 minutda 1,5 ming marta aylanyapti. 1,5 ming оборот. Katta ekan. Ha, 1,5 ming оборот degani bu kichkina narsa emas-da, baribir. Oxirgi savol beraman. Общий мощностьsiz qanaqa kunlik? Ya, общий мощность mana o'zimga ko'p narsa kerak bo'lmaydi. Soatiga misol uchun bosib chiqaradigan bo'lsam, bir kunda agar 5 soat ishlay oladigan bo'lsam, 150 kilodan bir 750 kilo mahsulot chiqarishim mumkin. Agar bir 6-7 soat ishlaydigan bo'lsam, taxminan 1 tonna mahsulot chiqarishim mumkin. Menga bugungi kunda misol uchun ovqatdan yoki biron bir narsadan yetishmovchilik bo'ladigan bo'lsa, bu kolичество, bu объем ovqat menga yetadi. Yetadi. Nimaga deganda, misol uchun bir kunda men xo'jaligimga misol uchun 2 tonna yoki 3 tonna ovqat berayotgan bo'lsam, oziqa berayotgan bo'lsam, suxoy ko'rinma hisobiga 3 dan 1 hisoblanadigan bo'lsa, 1 tonna o'zimga yetadi. Ito shunaqa holatki, mana Allohga hamd bo'lsin, farzandlarim katta bo'lib qoldi. Mana katta o'g'lim Rayhyo o'zi ishlayapti, baliqlarning ovqatini chiqaryapti. Holat shunaqaki, Bekzod. O'sha betda ishchi degan narsa yo'q. O'zizniki. O'zim oilam, ayolim, 6 ta farzandim, o'zim xohlagan paytim chiqib ishlayman, xohlagan paytim kirib dam olaman, xohlagan narsamni misol uchun boshqaraman. Menga bu narsa qulayroq bo'ladi. Vaziyat shunaqa ekanki, ukam, o'zingga kerak bo'ladigan narsadan pul qizg'anmasdan, bir chekkadan tashkillab ketursang, o'zi qo'shimcha yordam kuchi yoki nimadir kerak bo'lmay qolar ekan.
Nima deganda u narsaga sana kuching yetar ekanda o'sha. Ha. Mana misol uchun mana shu mishalkani qilib beradigan narsasiga bitta ikkita ish ishlatardik-da olib. Maqsad ishchi ishlatmaslik emas Begzod. Sifatli. Mana misol uchun vaqti kelganda 15 ta 20 tagacha ham odam ishlatdi mana shu xo'jalikda qo'limda. Mana bugungi kunga kelib misol uchun to'g'ri tashkillanganlik hisobiga bir kamchilik bilan ham bu narsani boshqarishi imkoniyati bo'lyapti. Bu gapim bilan nima deb aytmoqchiman Begzod? Zarra qadrini zargar biladi deydi-ku. Har bitta joyda ukam, misol uchun sen biron bir boshqaruv tizimini rahbari bo'ladigan bo'lsang, mana misol uchun bitta zavod yoki korxona mana shu joyi bitta katta bir bo'ladi bo'ladigan bo'lsa, mana shu joy rahbari bo'ladigan bo'lsang, bu eshikdan kirib kelganingdan keyin sen buyruq berasan, to'g'rimi? Bu yerda ishlayotgan ishchiga. Ikkitasiga aytsanki, sen yemni chiqargin deysan. Ikkitasi misol uchun yemni chiqaradi, oldin keladi, "Men bunga nima qo'shay?" deydi. "Men bundan kamroq, ko'proq qo'shganda, men bunaqa qilib chiqargin" degan. Nima chiqaradi-da, o'ziga nimadir yoqmasa oldin keladi. "Xo'jayin" deydi yoki "Aka" deydi. "Men buni qarang, men bunaqa chiqyapti, nima qilay?" deydi. "Men bu joyini o'zgartirgin" deysan, ozgina o'zgartirib ko'radi, namligi yoqmasa sal quritgin deysan-da, yem chiqaradi, to'g'rimi? Yem chiqaradigan joydan o'tdingda, balu boqadigan bolangni oldiga kelding. Balu boqadigan bolangni oldiga keldingda, nima xizmat desang, rahbarsan-ku bu yerda. "Xo'jayin" deydi, "Bugun" deydi, "Ballan ishtaqasi yaxshi emas" deydi, "Yaxshi yem yopdi" deydi. Lekin sen ovqat olib keltirib qo'ygansan. Uni yoki tashlab yuborishing kerak yoki nimadir qilishing kerak. Mayli yeyishiga qarab ber, qolganini tashlab yuborlaring yoki xolodilnikka olib borib tasha qaytarib deysan. Oladi, misol uchun bu narsani qiladi, olib borib tashlaydi. Keyingisiga o'tasan. Nima muammo bo'lyapti desang, "Mana bunaqa bo'ldi, qurilishda bunaqa bo'ldi, ana narsa kerak bo'ldi, mana bu narsa kerak bo'ldi" deydi. Aylanib hammasini o'rganib chiqqaningdan keyin bolalaring bitta xonangga kirasan-da, bundan o'tirasan-da, birinchi kim bilan gaplashding, nima to'g'risida gaplashding, o'ylab ko'rsang, bir kun oldin bular 100 kilo yoki 150 kilo yoki 200 kilo ko'p ovqat berib qo'yganlik hisobiga yoki dangasalik qilib kechroq ovqat berib qo'yganlik hisobiga bugun ovqat voqli kelganlik hisobiga ovqat yemayotgan bo'ladi. Mana bitta minus. Ishchi bilan ishlash. Biza bu ko'lda tikib qo'ygan pulimiz, buni ichiga ko'mib qo'ygan pulimiz, misol uchun 100 ming dollar yoki 200 ming dollar bo'ladigan bo'lsa, biza bir kunda 4 million so'm yoki 3 million so'm foyda qilish uchun 200 ming dollar pulni riskovat qilib qo'yganmiz. Kelayotgan ovqatdan yoki tabiatdan nimadir zaharli narsa kelib, bu narsa zarar bo'ladigan bo'lsa, o'sha 100 ming, 150 ming dollardan 50 ming dollarga talofat yetib, misol uchun 30% ga zarar bo'ladigan bo'lsa, u 50 ming dollarni qoplash uchun biz yana 1 yil ishlashimiz kerak bo'ladi. Begzod, tushunsa ham gap nimada? Xarajatlarimiz yotganda. Bu degani bitta elementarni bitta kichkina qilib qo'ygan xatoyi sani 1 yil yana bu narsani oqlash uchun ishlashing olib keladi. Lekin sani boshqaruv tizimingdagi misol uchun ishchilaring bo'ladimi, qo'lingdagi boshqalar bo'ladi, ularning ko'ziga bu narsa ko'rinmaydi. Chunki sen bir marta ko'rasan o zararni. Bir marta zarar ko'rganingdan keyin 1 oy 15 kunda yopilib ketib qoladi. Lekin bularning ko'ziga nima ko'rinadi? Har kuni foyda qilyapti-ku deydi, ovqat berib. Bular bitib ketgan bo'ladi deydi, bular pulni nima qilish bilmayapti deydi. Lekin men misol uchun bunaqa katta tashkilot, bunaqa katta narsani o'zimni misol uchun energiyamdan chiqib keladigan bo'lsa, men misol uchun dushmanimga ham ravo ko'rmasdim. Nimagaki bu qiyin narsa Begzod. Uni orzu qilish zo'r, ukam. Rahbar bo'lib qolish biron bir joyda, lekin uni narsani boshqarish, ukam, bu juda ham qiyin narsa. Bu oson narsa emas. O'shaning uchun liboy shogirdlarimga fikr almashganda boshqa qilganda aytaman, odam kuchi yetgan narsani boshqarish kerak, o'shani sanoat darajasiga olib chiqish kerak. Misol uchun biz laqqani go'sht mahsulot bilan boqadigan bo'lsa, go'sht mahsulot to'xtab qoladigan bo'lsa, misol uchun, go'shtdan boshqa mahsulot bilan boqa olamiz. Bu narsani uddasidan chiqqanmiz, to'g'ri ozgina sekinroq o'sadi, lekin kolичествосini 2 barobar ko'p solish imkoniyati bo'ladi. Boyiga kasal bo'lib qolish ehtimoli bor-ku har xil. Shunaqa narsalarni oldini olgan bo'lamiz. Mana misol uchun sanga qiziq tuyulishi mumkin, mana yem, to'g'rimi? Qo'yan yem, sepib ko'rding, berib ko'rding. Hozir buni agar hozir laqqaga sepib ko'rsatadigan bo'lsa, kimdir misol uchun o'ylashi mumkin, bunaqa yem bo'lgandan keyin yeydi dedi, to'g'rimi? Keyin o'zimiz tayyorlagan yemni misol uchun laqqaga yeb sepib ko'rsatamiz. Bir kunda 3 soat, 4 soatga suvni yoqamiz, Begzod. Shitimi yesa shuni. Knopkasini bitta bossa suv chiqadi. Birinchi bo'liga kiradi, atstoynik bo'lib. Undan keyin aylanib laqqalarga boshqasiga chiqib ketaveradi. Buni misol uchun mana shu ham sazanga, laqqaga misol uchun qo'shimcha ovqat tayyorlangan-da. Endi ko'pchilikda mana ko'pchilikda savol tug'iladi, mana ko'rsan, hamma baliq ovqat yegan joyga yig'ilib turibdi, to'g'rimi? Mana hozir misol uchun laqqaga berib ko'ramiz. Laqqani qanaqa yeyishimiz kerak? Mana shu hozir laqqaga berilgan ovqat ko'rdingki, to'g'rimi, yeyotganini. Mana shu misol uchun mana sazallar ham yeyaveradi, ko'yalar ham yeyaveradi. Ovqat. Keyin olib keldi, o'zi qiladi bu narsani. Rejalolga ish yurganimga yo'lda boshqa ishlarni qo'limda mana. Mana
Bunaqa hozirgi qancha ovqat berdingiz? Hozirgi 4-chi, 70 kilodan 280 kilo bo'ldi. Kechirimga qancha ovqat berdingiz? Bugun mo'ljali qanaqa? Bugun 700 kilo. 700 dan ko'p yeganga o'xshayapti buni. Sezdingmi o'zini? Ochganimiz hisobiga bo'ldik bu narsa. Malades, bosim. Mana hozir ko'ryapsizmi, bitta baliqlar suzib chiqib o'tgan. Ha. Mana suzib ketayotgan baliqni ko'ryapsizmi? Mana qorni shishgan, bu yoqqa qarab ketyapti. O'sha baliqlar nariga ko'lga chiqib boryapti. Qorni to'yganligi uchun. Mana shu yerdan yopib qo'yilgan bu narsa. Mana men ochdim. Mana setka bo'lardi hozir. Ha, setka bilan yopib qo'yiladi. Bu setka bilan yopib qo'yilgan bo'lgan. Setka bilan yopib qo'yilganligining sababiki mana o'sha baliq kichkinalik paytda bu yerga unga kerak bo'ladigan oziqasi yoki boshqa miqdori bu yerda yeb, ichib, katta bo'lib, bu qush yeb qo'ymasin deb buni tepasiga setka tortganmiz. Ularga qo'yib yubormasligi sababi ham Qush yeb qo'ymaslik. Balig'i misol uchun qush ololmaydigan razmerga chiqib olgandan keyin, определённый misol uchun bir qarich 200 gram, 250 gram, 300 gram bo'lgandan keyin uni ochsak, bu yoqqa chiqadi. Bu yoqqa chiqqandan keyin bu yerda katta bo'laveradi. Agarda bu narsani oldini olib, qushdan bir himoya qilaman deb yopmaydigan bo'lsak, misol uchun 10 ming dona baliq soladigan bo'lsak, ertaga kuzgi kuni 5 mingta ham baliq chiqmasligi mumkin. Ko'p bo'ladi-da bunaqa narsa, Bekzod. Hisobi chiqmay qoladi, soni chiqmay qoladi. Soni chiqmay qolgandan keyin hamma misol uchun o'ylanib qoladi. Nimaga buni soni chiqmadi? Nimaga buni hisobi chiqmadi? Nimaga bunaqa narsa bo'lyapti degan fikrga kelib qoladi. Shunaqa fikrlarga kelib qolmaslik uchun bu narsani ehtiyotini qilish kerak. Tabiatdan hech kim sug'urtalanmagan, yomg'ir xohlagan payt yog'adi, havoga bulut xohlagan payt chiqadi, qush ham xohlagan payt kelib oziqlanishi mumkin. Shu narsani oldini olish maqsadida biz rejani to'g'ri rejalab qo'yishimiz kerak. Mana shunaqa o'lgan baliqlar chiqadi. Qanchadir foizda misol uchun nobud bo'ladi. Bunaqa narsani ko'rib qolib, qo'rqib ketib aptekaga doriga yugurish kerak emas. Bu tabiiy bo'ladigan holat. Mana shu katta ko'lda ham o'sha ko'rayotgan boyiga yirik baliq imommi? Ha. Kuniga 10 ta 15 ta o'lgan baliq chiqadi. Eng kamida 10 ta o'lgan baliq chiqadi. Bir kunda misol uchun eng kamida 10 ta o'lgan baliq chiqadigan bo'lsa, bu 5 kilodan bo'lsa 50 kilo degani. Tushunasizmi? Bir oyga hisoblab ko'radigan bo'lsang 50 kilodan 1,5 tonna degani. 5 oy 6 oy baliq boqadigan bo'lsang 6-7 tonna baliq degani bu. O'lib qoldi degani. Ertaga kuzgi kuni misol uchun sherikchilikda yoki biron bir ishchi bilan yoki biron bir narsada qilinadigan bo'lsa, bu narsalarga tushunmovchilik bo'lib qolishi ham mumkin. Qayerga ketdi balig'im soni chiqmayapti deb. Agar misol uchun bitta me'yorga tushirib qo'yib ishlanayotganini hisobiga bir-birini yeb qo'yayotgani yoki boshqa holati kuzatilmayotgan bo'lishi mumkin. Lekin umumiy holatda ham misol uchun sazan bo'ladimi, boshqa baliq bo'ladimi, buni baribir qanaqadir miqdorda pateriyasi bo'ladi. Ustoz esimga tushib qoldi. Ani 20 sotka dedingiz. Men buni menimcha etmadi. Bu 90 sotu. Bu 90 sotu. Bundan oldingisi 7,5 sotu, 10 metrga 75 metr. Boyi ko'yala yurgan bor-ku. Bu bilan bu bitta bo'lgan, o'rtadagi joyi bilan 1 gektar bo'lganda bu. Ha. Endi biz joylardan ozgina tortdik, etbetlarini to'g'irladik, o'zimizga sharoit qildik. Bu yerda misol uchun skuterda, mototsiklda, kvadrotsiklda misol uchun yuradi bolalar. O'zim har kuni kechki payt chiqib olib, misol uchun aylanib piyoda yuraman yoki ertalab turib yuraman. Yugurgim kelsa yuguraman misol uchun atrofiga chiqib. O'zimni joyim, ana uyaladigan, boshqa qiladigan narsa emas. Xohlasam yalang'oyoq, xohlasam krosovkamda. Anaqasi bor, sharoit qilingan bu narsaga, o'shani hisobiga qaysidir qismda qisqargan joyi bor. Lekin bu etek tomonida mana shu daraxtlar o'sib turgan joyda, mana shu talban orqa tomonda suv oqib o'tayotgan bo'lsa, o'shani qatoridan lekin mo'ljallab ketgan narsam bor yana qurilishga. Buni hozir oshkora qilasizmi yoki keyinmi? Yo'q, hozir ham oshkora quraman. Bu tepa tomoniga intensiv hovuz qurish niyatim bor yana. Bu 20 sotulik hovuzni bizib olish niyatim bor. Buni bizib yanada takomillashgan usul yaratish planim bor. Keyin men bu artizan chiqayotgan joyi oldida qoldirib ketgan joyim bor, 50 metrlik. 10 metrga 50 metr. Turpo turgan joy, mana stalbantdagi. Mana shu yerga bitta sazan balig'ini sotadigan bozor ochmoqchiman. Bozorim deganda qanaqa, 1 kilo, 2 kiloga emas. Optim ulgurchilar bor-ku. Kafelari bor, tri baliq kerak bo'ladi, svejiy baliq kerak bo'ladi, yuvilgan baliq kerak bo'ladi, chayilgan, suviga qotgan, biron bir joydan kelgandan keyin yeyishga tayyor bo'lgan. Shu narsani shu yerda tashkillamoqchiman, chunki shaharga yaqin. Baribir bugungi kunda bir qanaqadir iqtisodiy yechimlar, bugungi kunda bo'layotgan xarajatlar qaysidir narsaga to'g'ri kelib, to'g'ri kelmayotgan joylari ham bor. Shuni oldini olish maqsadida shu joydan ham unumli foydalanmoqchiman, ukam. O'shaning uchun mana shu yil buni bitirish niyat bor. Bir sentyabr oylarigami o'sha bitirib qo'yish niyat bor. Endi baribir moliyaviy tomonga taqaladi bu narsa. Albatta, finansiy moliyaviy tomonlarini o'ylab ko'rib qilamiz. Mana shu yurayotgan joylarimiz ko'l bo'lgan, Bekzod. Mana shu joylarda suv bo'lgan. Mana shu liniya kelyapti-ku. Mana shu beton quyib qo'yilgan liniya. Mana shu liniyadan ko'l ketgan. Mana shu yoqqa ko'l bo'lgan. Betlarni to'ldirganman hammasini.
Mana bu uylar qurilgan paytda bor-ku bu joylar qurilganda. Ha. Mana shu qattiqroq joyiga qurganman-da bularni, ko'lni chetida. Mashina chetidan arava o'tmasdi. Hattoki mana shu oxirgi xona bor-ku, oxirgi xona bilan undan bitta oldingi xonani o'rtasida ana ko'lga tushib ketmaydi, mamnaqqa o'tardi ikkovidan. Ha, joy shu darajada. Yo'q, shu daraja qisqa edi, chunki laqqa o'pirib borgan yetgacha shu darajada qisqa edi. Mana shu uy qurib ko'tarib qo'yilgan paytda, bitmagan edi, prosta ko'tarib qo'yilgan, hali tomlari yopilmagan, devorlari qo'yib, endi tomi yopiluvmidi, shunaqa bo'ladi, orqaga qarab o'sha paytda mana shu moshina turgan joylar, mana shu naves qilingan joylar, oldidagi betonlar, ular hammasi ko'l edi. Bu yerda joy yo'q edi. 2018. 2018-2019-yillarda ham betlar mana shu joylar ko'l edi. Mana shu yerda o'tirib, ish qilib cho'milamiz mana salat baylarni ekib qo'yganmiz. Voy. Rayhonlarni ekib qo'yganmiz mana. Mana karislar ovqati bor, bilasizmi, ana pul bo'giymi degan ovqatlar. Shu bilan boshqacha ketadi bu. Shunaqa. Hozir 100% aylanib bo'ldingmi, ustoz? Ha, 100% aylanib bo'ldik. Bo'ldi. Bir pela choyimiz bor ukam. Choy deysizmi? Bizda qaytishyapsiz. Mayli, sen suv beraman, choy sen choy beraman, muammo yo'q ukam. Sizlarga ham kattakon rahmat bolalar. Kuzatuvchilar, rahmat sizlarga, joninglar sog' bo'lsin. Xudo xolasa keyin ko'rsatuvlarda ko'rishguncha uchrashib qolamiz. Ustoz, yo'q demay, endi Abdurustdan kelib qoldim, shunaqa bo'lib qoldi. Ya, mayli, bezor. Bir marta kechirasiz, endi keyingisida ogohlantirib kelaman. Bexijolat ukam, bexijolat. Bor narsa boricha, u hech anaqa qiladigan joyi yo'q. Anancha kam ko'sti bo'lgan bo'lsa, nimadir bo'lgan bo'lsa, albatta. Biz boricha ko'rsatdik, boricha keldik. Abdurustam ko'rsatdik boricha, ustoz. Sizga kattakon rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Mana deysiz ukam.